Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Mana hozir men Yuqori mahallasiga qarashli Amir Temur g'orining yonida turibman. Albatta bu davlat himoyasiga olingan joy. Bu yerga sayyohlar kam bo'lsa-da kelib turibdi. Xudo xohlasa yana bu joyni bir rivojlantirish rejalar tuzilgan. Bu yerga mana hozir asosiy Amir Temur g'origa, ya'ni kamariga kirib batafsil sizlarga tushuntirib o'tamiz. Mana bu yer asosiy Amir Temur g'ori. Ichkari mana shunday tog'ni tagi kamar bo'lib ketgan. Juda qorong'u joylariga ham kamarlar cho'zilib borgan. Odamni bo'yi tegadigan, tegmaydigan darajaga kamar bo'lib ketgan bu yerlar. O'sha tog'lardan tushayotgan tomchi suvlar mana bunday yig'ilib ko'lmak suvlarni hosil qiladi. Juda katta keng joy. Juda ham ajoyib, chiroyli, o'ziga yarasha bir manzarasi bor. Alloh taolo mana shunday yerlarga shunday bir chiroyli manzaralarni yaratgan. Oxiri hech pastgacha juda katta joy bu. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol kelib sayohat uyushtirib tomosha qilib ketishlaringiz mumkin. Mana shunday tog'ni tagiga joylashgan. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Ali Amon bo'ldi. Bizni kuzatishga davom eting. Bundan da ajoyib joylarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' omon bo'lingizlar, ko'rishguncha.